va Hanifaxon Abidovna, sizni mahallamizga rivojida o'zingizni, mehnatingizni, farzandlaringizni hammasini mahallasi nomidan tashakkur bildiramiz. Oz bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz, sizni tabriklaymiz. Kam bo'lmang. Buni yuzlaringizda artib, nima deydi? Duo qilib yurasiz. Mahallamiz kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Juda yaxshi ishlar olib boryapsizlar. Hammalaring ishlariga Alloh madadkor bo'lib, Parvardigor bundan-da yurtimiz obod bo'lib, mahallamiz tinch bo'lib, hammalaring ishlaringda tan-jonlaring sog' bo'lishlarini eng oldin astonangdan ko'rinib kunu qarindosh bo'lmagan go'zal mahallangdan vatan so'zi boshlanar eng oldin oilangdan yor do'sti birodar bu go'zal mahallangdan vatanimizni shemo iymondandir birodar tinchlik so'ziga qalqon mahallangdir birodar qo'shnim tinch men tinch degan xalqimizda bir so'z bor quloq soling bu so'zga hikmatdandir birodar yurtimiz obodligi savobga ulush qo'shmoq pul bizdandir birodar bo'lsangiz bizlar jam ko'ngil bo'lar xotirjam senga omad tilayman yangi hayot mahallam. Mana bu o'g'il qizlarda, kelinlarda yo'llari uzoq bo'lsin. O'zlariga o'xshab ular ham serfarzand, serdalat bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Sizlarga ham umrlaring uzoq bo'lsin. Bolalarga bosh o'p, sog'-salomat o'ynaymiz. Allohu akbar. Rahmat. Rahmat. Endi sizga arzimas sovg'amiz bor mahallamiz nomidan. Assalomu alaykum hurmatli Nazar va Kenjaxon ona. Sizni ko'p yillik halol mehnatingiz, shu bilan birgalikda oilada va farzand tarbiyasida o'z uy ro'zg'oringiz tashvishini, hayotini turli qiyinchiliklar bilan sabr bardosh bilan yengiganingiz, mehnatlaringizni samarasini Yangi Hayot mahallasi mana bilib sizni yo'qlagani keldik. Yangi Hayot mahallamiz nomidan chin qalbdan tabriklaymiz. Ilohim uzoq yillar yashang. 100larga kirganda ham shuni duo qilib yuring. Jonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzun bo'lsin. O'z oilalarda hammalaring yaxshi oilalaringdan qo'sha qari, bola chaqalaringni orzu havasini ko'rib, og'rimanglar, hech kim og'rimasin. Hech kim og'rimasin. Hammamizning joni sog' bo'lsin. Yurt elimiz tinch bo'lsin, osmonimiz uzoq bo'lsin. Hammalaringga rahmat. Allohu akbar bo'lsin. Mahallamiz nomidan tabriklaymiz.
kambag'allarni va oilani tinchligini saqlashda halol mehnatingiz bilan davlatimizning ravnaqiga, rivojiga hissa qo'shganingiz bilan farzand yolg'izlikda bo'lsa-da yaxshi ta'lim tarbiya berib, hammalarini yuksak darajaga yetkazganingiz, o'qishlarda o'zingizni halol mehnatlaringiz bilan mana shu joygacha bolalaringizga bosh bo'lib bering onajon. Rasmi oladimi? Juda homiydi. Mana bizni shunchalik hurmat qilib tabriklagan uchun rahmat. Sizlarni ham Alloh yo'qlasin. Oilangizga bosh bo'ling, qilyap turgan ishlaringiz barakot bo'lsin. Barchamiz safimizda xatomay salomat yuraylik. Rahmat. Yana 10 yildan kelganimizda